Agar siz kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, iltimos mana bu qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Bu bilan siz kanalimizning yangi videolarini o'tkazib yubormaysiz. Bugungi dasturimizda xonanda Kanizaning Million jamoasi rahbari Davron Kabulov ustidan ayblovlari va Davron Kabulov xonanda Kanizaning ayblovlari yuzasidan bayonoti bilan tanishasiz. Demak, boshladik. O'zbekistondagi ilk internet radio Sog'inch sadosida mehmon bo'lgan xonanda Kaniza sentyabr oyida bo'lib o'tgan Million jamoasining konserti sabab uning oilasida notinchlik boshlanganini ma'lum qildi. Sayut Show deb nom olgan dastur muallifi Sardor Komilov studiyaga mehmon sifatida Kanizani chaqirdi. Unda qo'shiqchining million bergan konsertda namoyon bo'lgani, qo'shiq kuylayotgan vaqtida ekranda uyatsiz so'zlarga shama bo'lgan gaplar yozilgani eslatib o'tilgan. Bu esa Kanizaning sha'niga haqorat bo'lgani, keyinroq katta shov-shuvga aylanib, qo'shiqchining onasiga odamlar xat yoza boshlagani ma'lum qilingan. Shular haqida gapirib turib, Kaniza oilasi buzilayotganini aytdi va yig'lab yubordi deyilgan sayut.com xabarida. Efirda qo'shiq ketayotgan bir vaqtda Kanizaning onasi ham studiyaga qo'ng'iroq qilgan. Million jamoasining konsertida Kanizaning ostidagi monitor shulxa so'zini ko'rsatganini, odamlar haqorat so'zlik qabul qilganini aytib, qizi kulgu qilinganidan ranjiganini ta'kidlagan va o'zi ham yig'lab yuborgan. Kaniza bu so'zni o'zi ko'rmagani haqida aytgan. U bu haqda konsertdan keyin odamlardan eshitgan. Unga shiluxaning o'simlik ekanini tushuntirmoqchi bo'lishgan. Qo'shiqchi bir necha bor urinib, Davron Kabulov bilan bog'lana olmagan. Keyinroq buni esdan chiqarishga harakat qilgan. Million jamoasining disklari sotuvga chiqqandan keyin esa odamlar bu mavzuni yana ko'targan. Natijada Kanizaning shaxsiy hayoti barbod bo'lgan. Hatto ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan ham munosabatlari taranglashgan. Radio efirdan so'ng Kaniza Millionning sotuvga chiqqan disklari qaytarib olinib, uning ishtiroki olib tashlanmasa va qo'shimchasiga Davron Kabulov OAVda rasman uzr so'ramasa, ishni oxiriga qadar olib borishini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar Kaniza va Davron Kabulov o'zaro til biriktirib, PR qilmoqchi bo'lgani haqida yozildi. Biroq bunday holatda qo'shiqchining onasi qo'ng'iroq qilib, yig'lab bermasdi, deyilgan sayut.comda. Shundan so'ng Million kulgu jamoasi rahbari Davron Kabulov xonanda Kaniza Shahrizoda Ahmedovaning ayblovlari ortidan bayonot bilan chiqdi. Facebookda e'lon qilingan bayonot matnini Daryo nashri kichik tahrirlar bilan e'tiboringizga havola qiladi. Million kulgu jamoasi rahbarining so'zlarini aytib o'tamiz. Million jamoasining konsert diski chiqqanidan so'ng Kanizaning turmushi buzilish xavfi ostida qolgani, xonanda chuqur iztirobda ekani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan gap-so'zlar yuzasidan izoh. Kaniza Shahrizoda: ochig'i, sizning bu kabi PRchi ekanligingiz haqida oldin ham eshitgandim, ammo menga aloqasi yo'qligi uchun ahamiyat bermagandim. Sizga ba'zi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Birinchidan, bitta konsertda har qanday kutilmagan gap aytilishi mumkin, ammo Millionning konserti 7 kun, 9 seans o'tkazildi. Shulardan 8 tasida ishtirok etdingiz. Sahnada nima bo'lganidan xabarim yo'q debsiz. 8 ta seansa? Repetitsiyaga kim keldi? Qo'yib qo'ygandek sizga o'xshaydigan qiyofadosingizmi? Istiqlol san'at saroyi xodimlari, Million a'zolari guvohlik bera oladi. Suhbat davomida qaysi rasmlar muhokama qilinishini kim bilan gaplashgandim? O'sha rasmlarni o'zingiz Telegram orqali administratorimga tashlab berganingiz yodingizdan chiqdimi? Zalda telefonga suratga olish taqiqlangan edi. Faqat sizning yordamchingizga siz ishtirok etgan sahna ko'rinishini videoga olishga ruxsat berdik. Montajda buni ham ko'rsatishim mumkin. Ertasiga taassurotlaringizni kulib aytib berdingiz. Qaysi vijdon bilan xabarim yo'q deyapsiz? Shu vaqtgacha konsertlarimizda chiqqan Rayhon, Ulug'bek Rahmatullayev, Manzura, Jahongir Poziljonov, Jasur Umirovdan istagan odam so'rasin. Konsertdan avval har doim qo'shiqchilar bilan repetitsiya qilib olganmiz. Ikkinchidan, konsert o'tganiga 3 oydan oshdi. Shuncha vaqt davomida to'y marosimlarida siz bilan ko'rishdik. Nega disk chiqquniga qadar o'zimga bir og'iz bu haqda gapirmadingiz? Uchinchidan, Jasur Umirovga o'xshab arazlab yurmayman, yumorni tushunaman deyishga sizni kim majbur qildi? Darvoqe, sizga noto'g'ri ma'lumot yetkazishgan ekan. Umirov bilan do'stona munosabatlar hech qachon uzilmagan. To'rtinchidan, Kaniza eri bilan ajrashish arafasida, qaysi eri bilan? Turmush o'rtog'im 10 daqiqaga do'konga chiqsa ham meni xabardor qiladi. Pochchamga 8 kun davomida qayerga chiqib ketayotganingizni aytmaganmidingiz? Nega eringiz biz bilan bog'lanmadilar? Bir-biringizni og'ir vaziyatlarda eshitishga xohish bo'lmasa, bitta disk bahona turmush oson buzilsa, oila asli bizgacha ham mustahkam bo'lmagan ekanda. 5-dan, O'zbeknavodan tortib, portalgacha arz qilib, hamma axborotni chiqarib bo'lib, bugun menga qo'ng'iroq qilyapsiz. Gaplashib olaylik deb. Ungacha raqamim yo'qmidi? Ushbu sahna ko'rinishi hazm qila olmaganlarga Million shunchaki qiziqchilarning konserti emas, shou dastur qilishga intilishini eslatib o'tmoqchiman.
kutilmagan dialoglar, quloq eshitib o'rganmagan hazillarni taqdim etishga harakat qilamiz. Hamma o'rgangan hazillar uchun esa televideniyada hajviy ko'rsatuvlar bor. Kanizaga faqat qo'shiq ayttirish kerak edi degan fikrda yurganlar uchun, agar faqat ashula uchun bo'lsa, Sevara Nazarxon yo Jahongir Otajonovni taklif qilardik. Reper Shohruxga gap yo'q. Qo'shiq aytishga tayyorman, lekin hazil menga yarashmaydi, deb darhol ochig'ini aytdi. Bir paytlar Kaniza Shahzodaning konsertiga ko'chadan chipta sotib olib, rasmga olib Instagramga "Taklif uchun rahmat" deb yozib qo'yibdi, deyishsa ishonmagandim. Shu qiz o'zining administratorini qamatgan, deyishganda ham parvo qilmagandim. Lekin ishonchingiz komil bo'lsin, bu safargisi o'xshamaydi. Boshqa adresga tushib qoldingiz. Sizga omad, muvaffaqiyatlar, chin dildan. Arzon PR-larga xushim yo'q. O'sha gap, millionga kelganingiz uchun tashakkur. Bu xil boshqa takrorlanmaydi, degan umiddamiz. Do'stlar, video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Hozircha shular edi. Kelgusi yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.